Hammaga assalomu alaykum. Hozirgi vaqtda bizlar Qorasuv massivida joylashgan va yangi Havasini shifoxonasini oldida qurilayotgan majmuamizni qurilish jarayonida bizlar hozir qatlamon qozish ishlari boshlandi. Bu yerda esingizda bo'lsa agar, o'tgan yillari Havasini oldida yana bitta majmuamiz bor edi. Mana bu hozir 3-qavatga ko'tarilgan. Bu yerda 12 ta blok, 12 qavatlik. Bu yerlarda xonadon qolmagan deyarli. Endi bu tarafdagi bloklarimizni boshlaganmiz. Ushbu bloklarimiz 12 qavat pishig'ishdan quriladi va yo'l ustida joylashgan. Yo'l ustiga yaqin. Mana shu yo'l ustida birinchi liniya, birinchi qatorga quriladi. Xo'p, ushbu majmuamizda sizga kerak bo'ladigan nima sharoitlar bor? Xullas aytganda hamma sharoit bor. Maktab, bog'cha, klinika, magazin, apteka, yana nima kerak? Podzemniy parkovka, nadzemniy parkovka, ikkitadan lift bo'ladi har bitta podyezdlarimizda. Nima qulaylik, shart-sharoit kerak bo'lsa, hammasi mujassamlantirilgan ushbu majmuamizda. Ushbu majmuamiz o'zi boshlang'ich to'lovsiz 60 oyga bo'lib to'lashga qayd qilsangiz bo'ladi bemalol. Albatta foizlari ham yo'q, pensiyasi ham yo'q. Hozirda jarayonlar qatlamon qazish boshlandi. Xudo xolasa ushbu majmuamizni 2028-yilda o'zgalarga topshiramiz. Endi misol uchun xonadon xarid qilmoqchisiz. Bir xonaligi o'rtacha 5 million so'mdan tushadi oylik to'lovingiz. Bir xonali xonadoningizni. 2 xonaligi 7-8 million atrofi, 3 xonaligingiz 10 million atrofiga bo'ladi oylik to'lovlaringiz. Hammasi albatta foiz va pensiyasi yo'q. Xo'p, endi xonadon xarid qilayotganda nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Albatta planirovkasi va xonadon joylashuvi. Nisbatan gulxo'y bo'lmasligi kerak. Ya'ni gulxo'y xonadonlarimiz o'zi yo'q. Yana kelib bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda gulxo'y xonalarimiz yo'q. Bir xonalik ham, 2 xonalik ham, 3 xonalik ham hammasida derazalari bor. Proyektlarimiz yaxshi, Xudo xolasa 28-yilda zdachka qilib topshirib beramiz hamma loyihalarimizni. Xo'p, agar sizga xonadonimiz ma'qul kelgan bo'lsa, nima qilishni bilasiz? Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumot qoldiring. Like va podpiska bosishni esdan chiqarmang. Sog' bo'lasizlar.